Jigarlar, bu lifehackni sirini ham topib qo'ydim. Video oxirida o'rgataman. Har doimgidek jinnicha lifehacklarni sinab ko'rishni boshladik. Tayyormisizlar jigarlar? 3, 2, o'xshasa podpiska bosasiz. 1. Bosing. Xo'p jigarlar, sirini o'rgatyapman. Diqqat bilan ko'ringlar. Bizga oddiygina rezinka kerak bo'ladi. Rezinka. Yangi uzun ko'yni kiyishlar shart. Qaranglar, nima qilasizlar? Rezinkani orqa tomondan, mana kichkina barmoqni orasidan o'tkazasizlar. Xuddi shuni mana orqa machiniga yopishtirasizlar. Mana. Ko'rdinglar? Mana. Yangi uzunni tushirasizlar. Bu barmoqqa chips qo'yasizlar. 1, 2, 3. Xo'p jigarlar, lifehackimizdan bemalol foydalansalaring bo'ladi. Bu bunaqangi lifehacklar juda ko'p bo'ladi hali. Like, podpiska bosib qo'ying, profilimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Men sizlar uchun keyingi lifehack videosini olgani ketdim. Xayr.